Keling, bugungi videomizda biz SCP-067, boshqacha qilib aytganda, ruchka haqida gaplashamiz. SCP-067 nima? Aslini olganda u unchalik ham xavfli emas. SCP-067 bu xavfsiz, ya'ni safe tasvirlangan anomaliya bo'lib, unga asosiy arbut antik ruchkadir. Aniqrog'ini aytgan bo'lsak, shunchaki anomaliyaviy ruchka deb atasangiz ham bo'ladi. SCP-067 bu Germaniyada yoki Ikkinchi jahon urushi oralig'ida ishlab chiqarilgan eski fondan pen, ya'ni fransuzcha ruchka. Ruchkaning naychasi yog'ochdan, rangi och yashil, yonida bir qizil chiziq mavjud. Uning tig'i qalam uchi kabi o'tkir. Yengil bosimda ham terini teshib o'tkazish mumkin. Shunchaki odam terisini qiziqarli tomoni shundaki, ruchka hech qachon siyohni yo'qotmaydi va doimiy rangi qoramtir siyoh bilan yozadi. Bu oddiy ruchkalar uchun juda noodatiy holat, shunday emasmi? Anomaliyasi maxsus ta'siri. Ruchka qo'lga olgan har bir inson o'z qo'lidagi qo'lli bilaklarini nazoratini yo'qotadi. Ya'ni qo'l butunlay ruchkaga bo'ysunadi. Ruchka sirli kuch tomonidan boshqariladi va uni ushlagan odamning qo'li majburiy ravishda yozishni boshlaydi. Bu yozuvlar shaxsning to'liq biografiyasi bo'lib, ismi, yoshi, tug'ilgan vaqti, qo'rqinchlar, hatto unutilgan voqealar ham. Shuningdek, ba'zan odamlar oddiy tasvirlay olmaydigan voqealarni yoki xotirasi ham yozadilar. Tushunarsiz, shunday emasmi? Hatto u ilgari hech qachon chizmagan bo'lsa ham, tadqiqotchilar juda murakkab va mistik ko'rinadigan chizmalar hosil bo'lganini qayd etganlar. Saqlash talablari: ruchka ishlamayotgan paytda maxsus shkatulkada ichida saqlanadi va uni ishlatgan odamlar yozgan hamma narsalar alohida tahlil uchun olib qo'yiladi. Shunchaki tahlil uchun, agar ularda o'xshashlik yoki anomaliyali xususiyatlar bo'lsa, ular har ehtimolga qarshi yo'q qilinishi mumkin. Lekin bu ehtimoldan yiroq. SCP-067 deganda raqamli, analog, qo'rqinchli tasvir yoki memlar ko'rinishida chiqaradi, lekin bu rasmiy SCP fondining mazmuni bilan bog'liq emas. Bu faqat jamoatning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan versiyasi. Demak, bugun biz siz bilan bilib oldikki, SCP-067 hech qanday dahshatli anomaliya emas. Bu shunchaki faqatgina insonlarga yordam beradigan bir ruchka. U insonga do'st, hayvonlarga esa zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Va iltimos, yana bir narsani unutmang. Agar qachondir sizda imtihon qog'ozi yoki nimanidir chizishni boshlayotgan bo'lsangiz, iltimos juda ham ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-067 hali fond tomonidan butunlay o'rganib chiqilmagan. SCP-067 ning dahshatli taraflari ham bo'lishi mumkin. Bu narsa aniq bo'lmagunga qadar, iltimos, ruchka yoki qalamlaringizga ehtiyot bo'ling. Video yoqqan bo'lsa, iltimos, mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoling. Keyingi videolar qanday bo'lishi sizga bog'liq. Bir narsani unutmang, chizishda doim ehtiyot bo'ling.